Hey yo do'stlar, sizlar bilan yana men bugungi videomizda biz Minecraft lekin har xil moblarga aylana olamiz. Qani bo'lmasam ketdik. O'zi biz avvalo qo'limizdan ko'rsatib olishimiz kerak o'zimiz. Yo'q, qo'limizdan emas, bunday qilib olsak sal to'g'riroq bo'ladi do'stlar. Chunki biz endi moblarga aylana olamiz. Keyinroq survival ham qilamiz. Maqsadimiz bizning Ender Dragon'ni mag'lub qilish. Mana birinchi mob ana. Tillarim chalkashib ketyapti, kechirasizlar. Mana birinchi mobimiz bizni mana baliqvoy. What the Ender Dragon? Show Ender Dragon. Ender Dragon'ga aylandik. O'zimni ko'rsatib olay. Bosal endi. Shu jonimizni qoranglar. Shunchaki men shu Ender Dragon'ni o'ldirsam ham bo'ladi, o'zimni o'zim o'ldirsam ham bo'ladi. Chunki bu ham Ender Dragon'ga kiradi. Lekin men unday qilmayman. Shu nimaga aylandik deb o'ylaysizlar, mushukcha. Bunda ekran kichkina bo'lmaydi. Bitta blokka ham bemalol kirib ketaverasizlar mana. Mana bitta blokka olib kiraman. Hey, ko'pni chota bo'lmayapti mana. Bemalol bitta blokkamda yashirinib olib. Ko'ryapsizlar? Hoppa. Shunday qilsanglar ham bo'ladi do'stlar. Like bosib buni biling, biz yaqinda 200 ta bo'lamiz do'stlar. Aktivim juda ko'tarilgan. Uchadigan jismga aylandim men. Kim ekan bu? Yu, Kurshapalak. Kurshapalak. Давайте bolalar, biz endi survivalda boshlashimiz kerak. To'g'rimi? Buning uchun avvalo bizga nima kerak? Taxta. Taxtani qayerdan olamiz? Katta olamiz. Bu narsaning qobiliyati mana o'tirib turib bitta shiftni bossangiz, o'zingizga aylantiradi. Ko'rdingiz? Bu narsalarni bir-biri bilan jang qildiradi. Misol uchun zombi bilan zombini urushtirib qo'ysak bo'ladi. Bu kitobning qobiliyatini hali bilmayman. Negameter off. Bunday qilib shiftni bosaylik, bo'lmas ekan. Korоче, mana biz endi yana narsaga aylanishimiz kerak. Uchadigan. Oy, bittada o'xshadi. Bit punim, ha? Короче, bizga o'zi tosh kerak, a? Tosh kerak bo'lsa bizga endi tosh kerak-da. Zo'rini topib oling. Nanananing degan qo'shiq chiqibdi bitta. Ancha oldin chiqqan, men endi eshitdim. Bizga endi nima kerak? Yo, buni craft ham bor ekan. Yo, buni crafti bor ekan. O'zini crafti bor ekan bulardi. Hammasiga tayoqcha kerak. Hech nima bo'lmaydi. Men kreativda olib oldim. Endi videoni boshidan har xil narsalarga aylanib endi Superman bo'lalik dedim. Super kirka yasaymiz do'stlar. Ko'rtinglarmi, bo'lmaydi. Bunday qilsak bolta bo'ladi, bunday qilsak kirka bo'ladi. Короче, bittada kechqurun tushibdi. Endi nima qilamiz? Endi biz zombiga aylanib olishimiz kerak.
Yoki zombi tishlamaydigan. Oo, как раз. Bo'lmaydi-da, afsuski. Mana skelet ot bo'ldik. Bu bitta blokka kirmayapti. 4 ta blokka kiradi. Давайте, do'stlar, biza Ender Dragon'ni oldiga borib o'ldirib ko'ramiz hozir. Kreativda boramiz. Chunki video cho'zilib ketishi mumkin, do'stlar. Endi meni ham to'g'ri tushunasizlar. Video cho'zilib ketsa hech kim ko'rmaydi. Mana aktivim juda baland, to'g'ri. Juda anaqa endi baland. O'rgimchakka aylanib, buni qobiliyatlari ham bor. Aytgancha ishlatishim mumkin mana. Qobiliyatlari buni. Hozir. Mana misol uchun mana chiqmayapti mana. Tez yugursam chiqmayapti. Qarab turinglar. Bunday buni bossam chiqib ketaveradi hamma joyga. Farqi yo'q, chiqib ketaveradi. Вот, ana chiqib ketdi do'stlar. Короче, biz qobiliyatli Endermanmi, biron nima bo'lishimiz kerak. Bitta ham chiqmayapti. Nimaga qor bolaga aylandik do'stlar. Biz endi qor odammiz. Bu normalniy narsa chiqmayapti. Kim endi joni ko'p ekan. Ot. Tulpor belida egar. Shamon. O'zimiz. Ana endi bo'ladi mana. Короче, oyu. Qo'rg'ola. Bugun do'stlar, videomiz shu joyda tugadi. Men o'ldim.